Eron Safaviylar davlatida Ismoil Xatoiydan keyin mamlakatning buyukligini yuqori cho'qqiga chiqargan bitta podsho bor. Ya'niki Qizilbosh turkmanlardan bo'lgan, ya'ni bunday aytganda Safaviylardan deylik. Safaviylardan bo'lgan qavm katta bir Eronda davlat tuzdi. Aynan shu davlatda Ismoil Safaviy katta kuchga ega edi. Bilamiz, o'sha Mardagi to'qnashuvlar, o'zbek xonliklari bilan keyin bu yoqda Usmonlar bilan to'qnashuvlardan keyin Ismoil Safaviy vafotidan so'ngra davlat Taxmasp davrida biroz zaiflashib qoladi. Undan keyingi hukmdorlarga qaraydigan bo'lsak, aynan ajratib ko'rsatadigan va Eronning oltin davrini yashatgan bir hukmdor bor. Bu hukmdor aynan biz hozir ko'rib chiqadigan Shoh Abbos I edi. Aynan Shoh Abbos I Eronning oltin davrini yashatishga nima deydi, sharafiga muyassar bo'lgan bo'lsa, bu qanday qilib degan savol qiynaydi albatta. Qanday qilib? U inson Safaviylar sulolasidan bo'lib, taxtga o'tirganida 17 yoshda edi. Otasi Xudobanda dan keyin endi ma'lum bir o'sha davrlarda taxt uchun talashuvlar bo'lib, orada nima deydi, mamlakat bosh-boshliqlikka uchraydi. Va shu orada 1588-yilda u inson taxtga o'tiradi. 1571-yilda tug'ilgan o'zi, Safaviylar xonadonida Hirotda dunyoga kelgan. 1588-yildan boshlab taxtga o'tirgan. Va shundan to 1629-yilgacha hukmronlik qilgan. Aynan shu davrda ham harbiy jihatdan, ham iqtisodiy jihatdan, ham umumiy olganda ijtimoiy siyosiy jihatdan butun dunyoda eng qudratli davlatga aylanadi Eron Safaviylari. Xo'sh, uni nima bilan izohlaymiz? Misol tariqasida aytishim mumkin. Ichki siyosat. Ichki siyosatda eng birinchi taxtga o'tirgandan keyin qilingan ish nima edi? Mamlakatdagi bosh-boshliqlikni bostirish edi. Misol, Qizilbosh turkmanlari u yerda mamlakatda o'zining ta'siriga ega bo'lib, ularning hokimiyatga nisbatan qarshiliklarni bostirish masalasi birinchi navbatda. To'g'ri, davlat boshqarishda, harbiy elitada ular yuksak edi. Ya'niki umuman davlatning hokimiyat ular ustiga qurilgan edi bu yerda. Ya'ni misol tariqasida aytishim mumkinki, aynan Shoh Abbosni bir siyosatini, ichki siyosatdagi bir tarafdan ikki yoqlama siyosat yuritganini ko'rishimiz mumkin. Birdaniga ularning, ya'ni Qizilbosh turkmanlarning davlatdagi, hokimiyatdagi qadrini birdaniga oshirgani bilan birgalikda armiyadagi nufuzini qaysidir ma'noda biroz bo'lsa ham o'rta hol darajaga tushirib qo'ygan. Misol, o'sha davrda aytiladiki, mamlakatni boshqarayotgan Shoh Abbos davrida amirlardan 89 nafari bo'lsa, ulardan adashmasam 70 dan ortiq, 74 midi shunday edi. 74 tasi Qizilbosh turkmanlardan edi amirlarning. Qolganlari g'ulomlardan edi deydi. Endi qiziq tarafi, aynan bu ularning obro'sini, ular bilan yaxshi aloqada bo'lganlik, mana Shamlu Qizilboshlarni aytishimiz mumkin. Keyin mana Shohsevarlar deydi, boshqa Zulqadar deydi. Umuman Shoh Abbosni qo'llab-quvvatlovchi toifa osha boshlagan. Va aynan aytiladi uni siyosati bo'yicha. Shoh Abbos deydi, o'zi uchun muhim bo'lgan qabilalarni qo'llab-quvvatlagan, ularni eshitgan, mana shaxslarni eshitgan, lekin deydi, baribir deydi o'zini fikrini, o'z ichki fikri bilan deydi, oxirida xulosa chiqargan deydi, davlat boshqaruvida deydi. Yana bitta narsa bor, aynan uning iqtisodiy va harbiy islohoti bo'yicha. Shokirjon aka, bu yerda iqtisodiy islohot deganda nima bo'ladi? Eng birinchi navbatda strategik muhim bo'lgan shaharlar iqtisodiy jihatdan. U kerak bo'lsa Hormuz bo'g'ozidan tortib, bu yoqda sharqda Qandahor, g'arbda Bag'dodgacha bo'lgan hududlarni egallash bilan bog'liq. Aynan 1534-yilda yo'qotilgan Bag'dodni qaytarib olish sharafiga muyassar bo'lgan shaxs bu Shoh Abbos hisoblanadi. Ya'ni tarixiy jihatdan o'sha paytda Eron Safaviylari Bag'dod va umuman Xuroson bizga tegishli degan da'vo bilan yurganda, shuning uchun
ham yirik 3 ta kuch bilan to'qnashdi u. Birinchisi Usmoniylar, ikkinchisi o'zbek xonliklari, uchinchisi bu Boburiylar imperiyasi va yana bitta to'rtinchi bir kuch bor. Bu qaysi edi? Bu aynan Rossiya edi. Chor Rossiyasi. Endi to'qnashuvlar asosan to'qnashuvlar maydoni mana misol uchun Usmoniylar bilan qayerda? Mesopotamiya va Kavkaz. Aynan Rossiya bilan konfliktga kelib chiqishi mumkin bo'lgan nuqta ham aynan Kavkaz. Xorasonda esa kimlar? Aynan o'zbeklar, o'zbek xonliklari. Va bu yoqda aynan Afg'oniston yerlari bilan va Balujiston va umuman sharqiy tarafda kimlar bilan? Boburiylar bilan. Demak, ular bilan konfliktlar yuqori darajada bo'lganligini aytishimiz mumkin. Lekin bitta narsa bor. Xo'sh, shunday kuchli, qudratli bo'lgan o'sha imperiyalar yoki davlatchiliklar orasida bu inson boshchiligidagi Safaviylar nima deydi? Qaysi jihatlari bilan ulardan ustun keldi? Misol, birinchisi harbiy jihat. U hokimiyatga kelishi bilan qilgan bir yaxshi harbiy islohotlardan biri nima bo'ldi, bilasizmi? Bu aynan g'ulomlar guruhining tashkil topish. Aslida kelib chiqishi bo'yicha kimlardan edi bular? 1603-yildan 1614-15-yilgacha 19gacha desak bo'ladi. Kavkazda, Shimoliy Kavkazda olib borilgan urushlar natijasida, Kavkaz ortida olib borilgan urushlar natijasida ko'plab arman, gruzin, cherkes bolalari asir tushadi. Aynan ularni nima qiladi? Aynan ularni xuddiki Usmonli turklar yanicharlarga aylantiradi-ku, o'sha Yevropadan asir olingan bolalar. Sodiq askarlari sifatida tarbiyalaydi. Bu inson, buni yo'lga qo'ygan inson kim edi? G'ulomlar guruhini tashkil qilgan inson. Aynan Shoh Abbos edi. Aynan u ham g'arbda, ham sharqda kuchli tarzda qarshilik ko'rsata oladigan harbiy katta guruh tuzoldi. Bu g'ulomlar edi. Bu bilan u qabilaviy guruhlarga tayanadigan, ya'ni qizilbosh otliqlarini kuchini biroz bo'lsa ham nima deydi? Normallashtirib, o'rta holga tushirib qo'ydi. Demak, bu nima degani? Eng birinchi navbatda biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa Shoh Abbos Ining harbiy islohoti, iqtisodiy islohoti ning samarasi edi. Iqtisodiy islohotda aynan pul islohotini aytishimiz mumkin. Mana undan oldin bir 11 yillik 10 yillikda turli xil valyutalar yoki turli xil pul birliklari Eronda hukm sura boshlaganda, lekin u oxirgi nuqtani qo'yib, o'zi pul chiqarib, Abbosiy nomi bilan pul zarb qilgan. Bu iqtisodning rivojlanishiga ta'sir qilgan. Boyagi aytgan iqtisodiy shaharlar, markaz bo'lgan shaharlarni egallash bu yoqda tursin, boshqa jihatlari ham bor. Ya'ni aynan biz aytadigan bu hozirgi o'sha pul islohoti edi. Endi qiziq tarafi, o'sha paytda yirik imperiyalardan biri sifatida tanilib kelayotgan sekin-sekin Portugaliya imperiyasi bor edi. Portugallarni Hormuz bo'g'ozidan surib chiqargan ham aynan Abbos edi. Shoh Abbos davrida 1622-yilda bu ishni qiladi. Bu tashqi siyosatdagi qilgan eng muhim ishlardan biri edi. Bundan tashqari, uning eng o'sha sharqda, ya'ni imperiyaning sharqiy taraflarida qilgan ikkita bir ishini aytishimiz mumkin. Birinchisi bu aynan Hirot masalasida. Aynan Hirot masalasida nima qiladi? O'zbeklar bilan katta konfliktga boradi. Ya'ni bu yerda bizda o'sha paytda o'zbek xonliklaridan bilamizki, Buxoro xonligi eng katta bir yirik kuch edi. Aynan Buxoro xonligida Din Muhammad davri edi. Din Muhammad bilan konfliktlar va aynan Hirotni tortib olishi o'zbek xonliklaridan. Bundan tashqari yana bitta narsa, Qandahorning nimadan butunlay bunday olib qaraganda Boburiylardan ajratib olinish va aynan Qandahor butun Hindistonga chiqadigan, savdo yo'lida joylashgan, quruqlikdan o'tadigan juda yirik bir nima deydi, markaz edi, savdo markazi edi. Demak, buning ham siyosiy, ham geostrategik tarafdan tashqari bu faqatgina hudud uchun emas, bu yerda aslida savdo kurashi ketyapti-da. Buni ham aytishimiz kerak. Endi Hormuzni egallagan, ya'ni Ko'rfazni, bu yoqda Boburiylardan yirik o'sha
muhim bo'lgan hudud bo'lgan Qandahorni tortib olgan. O'zbek xonliklaridan Hirotni bunday olib qaraganda tortib olib, Xorason hududlarida ancha o'zining 1590-yillardagi harakati bilan katta ishlarni bajargan Shoh Abbos Usmoniylar bilan konfliktlari bor edi. Men Usmoniylarga konfliktlarga borishdan oldin Shimoliy Kavkazdagi mana Kars va Kaxetidagi urushlarni aytishim mumkin. Aynan shu urushlarda Shimoliy Kavkazgacha kirib borib, o'sha hududlargacha ta'sir o'tkazdi. U yerdagi hukmdorlarni o'ziga tobe qildi. Buni qilgani Shoh Abbos. U yerdagi kurdlar isyoni, kurdlarni ko'chirib olishi, ko'chirish siyosati. Bundan tashqari yana aytishimiz mumkinki, bu yoqda aynan Usmonli bilan konfliktlar. To'g'ri 1590-yilda u Shirvon, Gruziya va ma'lum bir hududlarni, Armaniston ma'lum bir hududlarini kimga berishga majbur bo'ldi? Usmonliga berishga majbur bo'ldi. Bu orada u Rossiya bilan Usmonliga qarshi bir aloqa bog'lamoqchi bo'lganligi qayd etiladi, lekin bunga erisha olmaydi baribir. Lekin Usmonlilardan qachondir yerni, qaysi bo'lmasa o'zlariga tegishli bo'lgan yerni tortib olish masalasida hali nuqta qo'yilmaganligini u sezardi. Shuning uchun nima qildi u? 1620-24-yillar oralig'idagi urush natijasida biz qayerni? Aynan o'sha Bag'dodni egallashini ko'rishimiz mumkin. Va bunda eng asosiysi g'ulomlar guruhi katta bir rol o'ynadi ularga. Demak, biz bilishimiz kerak bo'lgan, biz ko'rishimiz kerak bo'lgan jihat Shoh Abbosning buyukligi aslida kuchli harbiy strategligida deb aytishimiz mumkin va mamlakatni markazlashtira olganligida. Kuchli markazlashgan davlatni tuzdi va shundan 1629-yilda, ya'ni kimdir suiqasd qilgan yoki kimdir o'ldirilgan emas, balki o'z ajali bilan o'lganligi qayd etiladi. U haqidagi o'sha ma'lumotlarni ko'proq g'arb sayohatchilaridan bilishimiz mumkin. O'sha davr Eron tarixchiligidan bilishimiz mumkin. Uning shaxsiyati haqida yozilgan Yevropalik sayyohlardan biri, o'z vaqtida elchi ham bo'lgan Pietro della Valle degan shaxs bor. U juda yuqori baho beradi uni boshqaruviga. Mana misol uchun uning boshqaruvida aqlli va jasur ekanligi va shu bilan birgalikda aytiladiki, u deydi ko'chmanchi hayot kechirardi deydi. Va u Ozarbayjon, hozirgi Ozarbayjon tiliga yaqin bo'lgan, ya'ni hozir buni eski Ozarbayjoncha desak ham bo'ladi balki, aynan shu tilda gaplashganligini va fors tilini ham bilganligini aytadi. Va bu yerda siyosiy muhitdagi til Ozarbayjoncha bo'lgan, ya'ni turkiy tilda bo'lganligi aytiladi. Demak, aytishimiz mumkinki, Shoh Abbos oldingi turkiy nimalar kabi u yerda nima qilgan? Ya'ni ko'chmanchilar kabi yashab va bilasizmi, 1598-yilda u poytaxtni ko'chiradi. Isfaxonga poytaxt ko'chirgan odam aynan kim? Bu Shoh Abbos hisoblanadi. U yerni siyosiy markazga aylantiradi. U bilan birgalikda u yerda Isfaxonda qizilbosh turkmanlari ko'payadi. U yerda mana yangi katta bir mahalla ochilganligi aytiladi. O'sha paytda Abbosobod edi misol uchun. Demak, bu shaxsning qilgan ishlari yana aytishimiz mumkinki, o'sha davrda me'moriy yodgorliklar, karvonsaroylar, umuman davlatning ham ilm-fan, ham siyosat, ham o'sha iqtisodiyotini ko'tarilgan bir davr hisoblanadi. Uning qilgan ishlarini bir qaysidir ma'noda 10-15 minutlik o'sha videoga sig'dira olmaymiz, lekin umumiy aytadigan bo'lsak, Safaviy hukmdorlar ichida eng buyugi Shoh Abbos edi. Agar bir navbat tuzadigan bo'lsak, keyin Ismoil Safaviyni aytishimiz mumkin. Zotan Ismoil Safaviy ham Choldironda yengildi, bilamiz. Shoh Abbos esa bir tarafdan bu yoqda buyuk o'zbeklarga qarshi, bir tarafdan buyuk Boburiylarga qarshi va bir tarafdan buyuk Usmonliga qarshi tura oldi va davlatchiligini kengaytirdi va yana bir aytishimiz kerak bo'lgan jihat markazlashtirishga erishdi. Bu yerdagi qabilaviy boshboshdoqliklar, bu yerdagi amirlarning, bu yerdagi mana Luriston, bu yoqdagi birikda Kirmon kabi, Isfaxon, misol uchun u yerdagi hokimliklarini, u yerdagi amirlarni boshboshdoqligini bostirganligi va mamlakatni to'la markazlashtirganligi
bilan boshqa hukmdorlardan, boshqa Safaviy hukmdorlardan ajralib turishini ko'rishimiz mumkin. Va o'z davrining eng kuchli harbiy qudratiga ega bo'lgan va harbiy strateg bo'lib olgan hukmdor aynan Shoh Abbos birinchi edi. Aynan shuning uchun ham uning hukmdorligini Eron Safaviy davlatining oltin davri deyishimiz mumkin.